Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Bugungi videomiz xonamni obzor qilib beraman. Qanunda boshladik. Mana xonam kirib kelganda shunday atmosfera kutib oladi. Rasm chizadigan xona. Mana bu yerda kiyim, akam kiyim bilan meni kiyim turadi. Bu yerda akam narsalar turadi. Har kun qiladigan pashti. Mana bu yerda dadmol ustiga ko'rpacha qo'yib qo'yganmiz. Xonam ozgina bardak, bu yerda ko'rpachalar turadi. Bu yerda mana o'zim rasm chizadigan xonam. Mana shu yerda hamma kontentlarni mana shu yerda olib boraman. Mana общий stol. Hozir burchagidan shu stolda obzor qilib chiqadigan bo'lsak, mana bu qarachi gul. Bu просто chiroyli turish uchun sun'iy gul o'nchoq. Bu yoqda rasm chizadigan kitoblarim. Bu yerda soat. Ichida ikkita soat bor. Mana. Bu o'zimniki. Mana bu yerda ham o'nchoq. Bu yerda bu har xil korobka. Bu oldingi naushnikim korobkasi, bu nimasi klaviaturani korobkasi. Buning ichida har xil kitoblar bor. Bu har xil qalam, marker, o'chirg'ich. Bu yerda shular turadi. Bu meni planshetim. Redmi Pad Pro. Bunga qarab rasmlar chizaman, video olayotganda telefonda video olaman. Bunga qarab rasm qo'yib qo'yaman, mana bu yerda chizaman. Mana. Bu birinchi tortmada nimalar bor? Mana birinchi tortmada sirkul, har xil daftar, ruchka, bu yerda guash deydimi, rangli nima, bo'yoq deydimi shu. Lekin buni ishlatmayman. Bu pero. Qirtillab chizardim. Esinglarda bo'lsa siyoh bilan, xuddi o'sha narsa. Buni ikkita siyohi mana. Mana bu qorasi, bu qizili. Bu yerda har xil bu stiker, bu yerda har xil ruchka, sirkul, o'shalar. Bo'ldi. Birinchi tortma shunaqa. Ikkinchi tortma. Ikkinchi tortmada bu planshetimga olgan. Orada zerikib qolsam, o'ynab turaman planshetimda. Shu yerda eski daftarlarim, eski narsalarim va maktab uchun kerakli narsalar bor. Birinchi tortma o'zimniki buni. Birinchi nimasi hammasi o'zimniki, просто bu yoqda chizadigan narsalarim turadi. Bu yerda eski chizgan daftarlarim, eski narsalarim tursa. Uchinchisi maktab darsliklari. Bu marker ikkita. Bu 10-sinfman va 10-sinf kitoblari. Daftarlar. Va bu ruchkani korobkasi. Bo'ldi mana shu. Bu yerda narsalar. Bu yerda akam narsalari. Mana shu meni xonam. Boy ruchkani korobkasi dedimi? Mana shu ruchkani korobkasi. Hozir yoqib ko'rsataman. Neqsa yonadi. Bu yerda bir orada rasm chizib turaman. Bu qora pantera. Mana.
Bu Hotlanch. Buni shu ruchkada chizganman planshetda mana. Bu qorbobo chizganman. Bu mana shu Pinterest'dan topilgan rasm, o'zim chizganim. Mana. Shunaqa. Bu yerda YouTube ko'raman orada. Kanalim ulab qo'yganman, YouTube kanalimni. Mana. Bu YouTube Studio. Mana. Bu mening kanalim. Shohidraf. Qaranglar, 19 mingta, past 20 mingta bo'lishiga ozgina qoldi. Menga obuna bo'lib qo'ying. Hamda shu videoga komment yozib, like bosib qo'ying. Agar sizlar meni ko'p obuna bosib, meni qo'llab-quvvatlab tursanglar, men sizlarga juda zo'r kontentlar chiqaraman. Mana. Bu mening Bu mening YouTube kanalim bo'ldi, mana shu yerda. Yoki o'yin o'ynayman kelib qolsa, klaviaturalab o'yin o'ynayman. Bo'ldi, mana. Shu meni xonam. Aytgancha bitta narsa ko'rsatish esimdan chiqib qolibdi. Mana bu mening ikkita gantelim. Bunda tosh ko'taraman. Nima, mashqlar bo'lsa uyda qilib turaman mana. Shu. Asosiy xonam mana. Men rasm chizadigan xonam shu. Hammaga rahmat. Aytgancha obuna va like bosing.